Sen bugundan boshlab meni yoqtirishing kerak. Yaqinda tan olish kuni. Hammani oldida menga sevgingni tan ol. Bu bilan nima demoqchisan? Men buni o'zim qila olaman deb o'ylamayman. Ammo hozir men mashhur bo'lishni xohlayman. Sen nima bo'lishni xohlaysan? Agar senga o'xshagan mashhur yigit menga sevgisini oshkora tan olsa, men ham mashhur bo'lardim deb o'ylayman. Shunday ekan, meni ham o'zing kabi mashhur qil. Men shuni xohlayman. Sen aqldan ozganmisan? Men seni sevib qolmaganman axir. Hamma meni idol stajyor deb o'ylaydi. Ehtimol buni tan olganingda ishlatishing mumkin. Balki debyut qilganimda ham buni senga aytishim kerak deyishing mumkin. Haqiqatan ham men bilan chiqishni xohlaysanmi? Agar shunday bo'lsa, bunday boshlash biroz... Men sen bilan uchrashmayman. Men faqat mashhur bo'lishni xohlayman. Seni hatto yoqtirmasam, qanday qilib sen bilan uchrashaman? Nima? Sen mashhur bo'lmoqchisan. Bu nimaga kerak o'zi? Outsider bo'lish qanday ekanligini bilasanmi? Mening do'stlarim yo'q. Yaqin dugonam ham. Hatto ismim ham yo'q. Keyinchalik men hech qachon mavjud bo'lmagandek yo'qolaman. Hatto hech kim meni eslamaydi. Sen buni hech qachon tushunmaysan. Men senga tahdid qilmayman. Iltimos qilyapman. Iltimos, bir marta yordam ber. Seni siringni o'lgunimcha saqlayman. Iltimos. Iltimos. İçtimai bilimdonlar sinfi. Hoy, Mobong, tezroq kel. Men buni qilishim kerakmi? Men xohlamayapman. Mana buni qilsak-chi. Avval tayyorlanib olamiz. Okey. Boshladik. Boshladik. Ay, mushuk-ku. Mushuk. Mayli, boshqa kechirasan. Hoy, Vubin, bu yoqqa kel. Biz video olyapmiz. Yo xudo, unga nima bo'ldi? Vubin, nimadir bo'ldimi? Kechirasan. Gapingni bo'lganim uchun kechir. Vaqting bormi? Ha, albatta vaqtim bor. Qani tashqariga chiqaylik. Hoy, biz buni qilmaymizmi? Biz qayerdamiz? Kira qol. Taklifimni qabul qilganing uchun rahmat. Sen buni taklif deyapsanmi? Qanday qilib? Axir bu tahdid-ku. Kel, hamma narsani bundan buyon shu yerda gaplashamiz. Bu yerni yashirin joy deb hisobla. Biz bu yerga bemalol kira olamizmi? Ha, bu yerga hech kim kelmaydi. Sen bu yerga tez-tez kelgan bo'lsang kerak. Men bu yerga sinfda qolishdan ko'ra yolg'iz qolishni afzal ko'rganimda kelaman. Endi tan olish kuni haqida gaplashaylik.
Biror narsa haqida o'yladingmi? Nima haqida? Hozir nima bo'layotganini o'zim ham yaxshi tushunganim yo'q-ku. 지도 모르겠어. Men topdim. Nimani? 두근 야. 에이, Xo'sh, endi bu nima? Yurakni urishga majbur qiluvchi sevgi. Birinchi tan olish boshlanishidan oldin menga sevgingni tan olasan. Kim Ji-yoon! Hozirdan boshlab meni diqqat bilan tingla. Kim Ji-yoon, 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 Kim Ji-yoon. Sen aqldan ozganmisan? Undan ko'rib olganim yaxshi-ku. Nega? Men mashhur bo'lishim uchun buni qilishing kerak. 아니, Yo'q, men ham outsider bo'laman. Avval biroz o'zingni bosib ol. Bu usul ham yaxshi. Mana ola qol. Menga boshqa narsa kerak. Yana nimadir kerakmi? Sen. Nima? Men hozirdan boshlab kunlarimizni hisoblamoqchiman. Bugun birinchi kunimiz. To'g'rimi? 일일이다. Yo xudoyim. Men juda asabiylashyapman. Kim Ji-yoon, Kim Ji-yoon, Kim Ji-yoon, Kim Ji-yoon, Kim Ji-yoon, Kim Ji-yoon. Bo'lishi mumkin emas. Shunda meni ismim ITda keng tarqaladi. Ishonchim komilki, seni aniq aqldan ozgan deyshadi. Eng muhimi, Yoki xonada qo'shiq aytishni xohlaysanmi? To'g'ri, sen qo'shiq ayta olmaysan. Fonogramma qilsang-chi? meni eshitasanmi, yo'qmi? 너도 한번 Sen yaxshilab o'ylab ko'rishing kerak. Nima? Sen insider bo'lishingdan oldin muammo qayerdaligini o'ylab ko'r. Nima bo'lganda ham men ochiqchasiga tan olishim kerak, to'g'rimi? Lekin sen menikidan ko'ra yaxshiroq ssenariy topa olasanmi? Hazillashyapsanmi? Seni rejalaring eskirgan-ku. Menga baqirma. Rostdan shundaymi? Men uni veb romanlarda o'qiganda yaxshi tuyulgandi. Nima bo'lganda ham 비밀이 siringni saqlagin. 이것만 하면 Oxirida 영상도 videoni o'chirib tashlaysan. Ha, albatta. IT mening ismim bilan to'lganidan so'ng kelishuvimiz tugaydi. Hayujin, ertaga aytaman. Sen menga yoqasan. Men- Ertagacha. Juda asabiylashyapman, chunki ertaga sevgimni tan olaman. Juftlik bo'ladi, lekin men ham bo'laman.
Hayujin kim? Qoyil, u tinchmi? Ular har doim urushishgani uchun yarashmaydi deb o'ylagandim. Unga sevgisini tan oladimi? Qoyil. Men faqat tan olish kunida yaxshi ish qilishim kerak. Ammo Kang Wu Bin buni eplolarmikan? Agar u menga sevgisini tan olsa, men Uy, Jinursan. Endi men nima qilishim kerak? Men senga aytmoqchimanki, nima? Mengami? bundan buyon sen bu yerda yagonasan. Qanday his qilayotganingni tushunaman, lekin kechirasan. Uy, Jinursan. Men buni qanday qilaman ha? Agar uning videosi bo'lmasa, menga yoqasan, menga yoqadimi? Yo'q. Menga 너 좋아해? yoqasan. 오. 방금 Yoqimli eshitildi. Menga vaqt bering. To'xtab tur. Agar rostdan ham u meniki bo'lib qolsa-chi? 하는 거 아니야? Bu qandaydir muammo bo'lardi. 콜라. Albatta-da. Men sevgi izhori olib mashhurligimni oshiraman. Ikkinchi sinf o'quvchisi Li Dongminni qiz do'sti bormi? U juda ham yoqimtoy ekan. Siz ham shunday deb o'ylaysiz? Men ham shunday qilaman. Unga ertaga aytishim kerakmi? Agar shunday qilsam bu hujum bo'ladi, to'g'rimi? U menga qaraganda ancha mukammal. Qo'rqinchli, yoqimli. Kang Wu Bin undan chiroyliroqmasmi? U kelganidan keyin bir hafta ichida tilga olindi. U hali ham ro'yxatdan o'tmaganmi? Demak, u mashhurligini bilmasa kerak. Bu shunchalar osonmi? Ba'zi odamlar bir kechada mashhur bo'lishadi. Agar imkonim bo'lganida edi. Sen yaxshilab o'ylab ko'rishing kerak. Nima? Sen insider bo'lmoqchisan, 뭔지. lekin muammoni qayerdaligini o'ylab ko'r. 새벽 빛속에 비친 너 어느샌가 너에게로 가고 있어 차가운 바람이 스친 두근거린 내 마음이 설레요 별들이 속삭인 밤 너의 곁에 기다려 Bugun ertalab 3-sinfda yangi juftlik paydo bo'ldi. Ha, eshitdim. Ular bir-biriga sevishini tushlik payti aytibdi. Yo xudo. 내게 다가와준 너에게 두 눈을 감으며 이 말은 꼭 가고 싶어 I'm loving you 설렘이 가득한 이 순간 Men sizni o'tgan yildan beri yaxshi ko'raman. Sevgimni tan olsam bo'ladimi? Hozircha buni Hozircha kimligini ayta olmayman. Menga sen Faqat yoqasan. u yoqadi. 바라보며 함께해 Close to you
Birinchi navbatda Kang Wubinga post yozishini aytishim kerak edi. U buni eplovlarmikan? Agar tan olishini hech kim ko'rmasa, bu ma'nosiz bo'ladi. Yo xudoyim, endi nima qilaman? Iltimos, iltimos. Xudoga shukr. Meni ko'rmayapsanmi? Ko'ryapman. Nega so'rayapsan? Sen menga birinchi marta to'qnash kelyapsan, to'g'rimi? Men urildimmi? Uzr so'rayman. Telefonim uchun hali ko'p to'lovlarim bor. Buni sug'urtasi yo'q edi. Buni bildim. Lekin kechirim so'rashingning nima aloqasi bor? Hech narsa, kechirasan. Sen jabrlanmading, to'g'rimi? Qanday qilib sen umuman o'zgarmaysan? Nima? Lekin xotirang yomon ekan. Nima haqida gapiryapsan? Nega u tanish ko'rinadi? Bu ajoyib-ku. Siz buni ko'rdingizmi? Nimani? Ko'rdingizmi? Kimdir menga yoqish haqida Nima post haqida qoldiribdi. gapiryapsan? Yo xudo, bilmaysizmi? Bu sen edingmi? Men emas Bu edim. sen eding, to'g'rimi? Yo'q, unday emas. Siz emasmisiz? Ikkingiz bir-biringizga yaqinsiz. Wubin, aytini ko'rdingmi? Yana ikkita juftlik paydo bo'lib, shu kunlarda hamma sevgisini tan olyapti. Men ham buni qilishim kerak. Nima? Voy, senga nima bo'ldi o'zi? Yo'q xudo. Ha, bu senmiding? Voy, meni qo'rqityapsan. Hammasi joyidami? Ha, men yaxshiman, Jiyun. Nima? Nega yalpayib o'tiribsan? Menga tan olmaysanmi? Qachon? 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 Sen mo'ljal olishda yomonsan. Ishing tugadimi? Nima, u qochib ketdimi? Shuning uchun sen video o'yinlarda mo'ljalga ola olmaysan-da. Ola olmaysan-ku. Hazillashyapsanmi? Nima deyapsan? Ha, sen to'xtab tur. Yo xudoyim. Bolalar, juda sovuq, bas qiling. 괜찮아? Nima qilyapsanlar? 진짜 Men ko'rmabman. Rostdan ham ko'rmabman. Uzr so'rayman. Kim Ji-yun, Sen siz kim to'g'rimi? o'zingmisan? Uzr. Kim Ji-yun. Aha. Kim Ji-yun dedim. Buni eslab qol. Yaxshi, okey. Kim Kim Ji-yun. Ji-yun. Aytgancha, sizlar ikkingiz siz yaqinmisizlar? Yaqinmisiz?
Yo'q, unday emas. Lekin men hozirdan boshlab unga yaqinlashmoqchiman. Men Kim Ji-yun kabi Hoy, tan olyaptimi? tan olish kuni hali tugamadi. Sen menga yoqasan, Kim Ji-yun. Kim Ji-yun? Kim Ji-yun dedim. Buni esdan chiqarma. Sen menga yoqasan, Kim Ji-yun. Kim Ji-yun. U meni shunday chaqirayotgani juda g'alati. Yana nima? Senga nima bo'ldi? Men biroz shoshib qoldim. Qanday qilib o'zgarib ketding? Kimduk? O'sha vaqtlarda ham seni shunday chaqirganman shekilli, yoki yo'qmi? Laqabing Kimduk edimi? Sen buni qayerdan bilasan? Salom, Kimduk. Biz bilan birga o'ynashing mumkin. Bu yerda yolg'iz nima qilyapsan? Sen juda o'zgarib ketibsan. Bu qism tugadi deb shoshilmang. Oxirida yana bor. Rahmat. Yangi maktabing qalay ekan? Yaxshimi? Hammasi yaxshi. Mishmishlar bo'lmasligi uchun ehtiyot bo'lgin. Debyut vaqti yana o'zgarsa, maktabingni almashtirishga to'g'ri keladi. O'tkaza olmaymanmi? Nima? Shu maktabda maktabni bitirmoqchi edim. Nega? Mabodo birinchi sevgingni uchratib qolmadingmi?